ketishda oxiri nima bo'ladi bilmadim, lekin oxiri menga ham qiziq. Bu yog'i sensatsiya bo'lib ketyapti. 12 kishilik 58 talik to'liq nabori bor yo'g'i $29 tarqataman desam, ko'pchilik ishonmasligi mumkin, lekin ishonaveringlar, chinni ichida hamma narsa bo'lishi mumkin. Hozirlik ko'rsataman. Yomg'ir yog'yapti, e'tibor bermaysizlar. Korobkasi podarishni korobka bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, ichida 58 ta narsasi bor. Bu yerda yozib ham qo'yilgan, bu yerda nima borligi. Qaranglar gullarini. Eng hadavoy ketayotgan gullarimizdan bor. Buni qaranglar, chiroyli gul. Nabordi. Peylamizdan 12 ta bo'ladi. Peylamiz ozgina kichikroq razmerda bo'ladi. Hozirgi kunda ekonomik variant. Peyladan 12 ta, katta kosamizdan, mana kosamizdan bo'ladi. 12 ta bo'ladi. Tarifki 2 xil razmer, 6 dan 12 ta, 7 razmerdan 12 ta bo'ladi. Bu yerda ko'rishinglar mumkin, laganidan ham 2 dona. 2 dona avvali ham bo'ladi. Salatnisasi ham bo'ladi. Salatnisa 6 dona, mana salatnisasi bo'ladi. Xullas, hadavoy ranglari bor. Tezroq kelsanglar, o'zingizga yoqqan ranglarni xarid qilib ketasizlar. Keyin 10 kundan keyin bu videoni ko'rib turib, menga yoqqan gul yo'q ekan deb kommentariyaga yozishlar bo'lmasa, xullas, o'shaning uchun tezroq kelinglar.